Assalomu alaykum. Qarang, xorijga ishga jo'nataman degan firibgarlarda yangi hiyla nayranglari qarang. O'zbekistonda shunaqa konsalting firmalar bor. Ularda ishi internetda e'lon beradi. Angliyada ish o'rinlari bor, Germaniyada ish o'rinlari bor, jo'natib yuboramiz deydi. Siz ishonib shu konsalting firmaga borasiz. Sizga aytadi 2.800.000 so'm to'lov qil deydi. Siz ishonib to'lovni qilasiz. 3 oy kutib turasiz. 3 oydan keyin sizga ish beruvchi qabul qilmadi deb 50% pulingizni olib keting kelib ariza yozib deydiganlar chiqib ketgan hozir. Agar siz ham shunaqaga uchragan bo'lsangiz, nima qilishni aytaman qarang. Birinchidan, ular sizni hujjatingizni avvalo O'zbekistonliklarda ishga olmaydigan saytlarga registratsiya qilgan. Bu birinchi sizni aldov qilgani. Olmaydi deb aytgan, 1000 marta topshirsangiz ham olmaydi. Sizni aldab shunchaki 3 oy vaqtingizni kuttirdi. Ikkinchidan, endi qaytib olish uchun ariza yozib ber, boshqa qilib ber, 50% ga roziman degan deyapti. Siz nima qiling? Birinchi navbatda migratsiya agentligi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga, prokuraturaga, ichki ishlarga qo'ng'iroq qilib, meni mana shu firma jo'natib yuboraman deb reklama berdi. Men shu reklamasiga asosan bordim. Keyin surishtirsam, O'zbekistondan ishchi olmaydigan joyga meni ishga jo'nataman deb aldagan ekan. Bunaqa firibgar konsaltinglardan hushyor bo'ling.